usul bir qanıtım, nakşı bir qanıtım. Men bir qanatlı qush ulab qilishni xohlamayman demoqchi bo'l siz a? Ömrümde merket kılamayım seni. Suyumlik dostlar, biz bugün Abdumrayillik Xalq uchun doktorxonasi alayida hamkorlashgan bir piyol choy suhbatimizda bo'lamiz. Bir piyol choy suhbatimizga bizningki yosh talantliq naqshchimiz Zulhayat Ismoilni taklif qildik. Bu Zulhayat bilan ikkimiz nihoyatda yaxshi hamkorlashgan. Bir necha naqshlar bilan meningki ijodiyatchiligimda Zulhayat men yozgan şiirlarga bir 4-5 naqshini o'rlagan. Shu naqshlarning orasida Osma degan naqsha xil ko'p mastonalarni o'ziga jalb qilgan. To'g'ri. Bu Osma degan naqsha Zulhayatning yaxshi bir naqsiga aylandi. Mening ijodiyatlarimning orasida bir yaxshi ijodiyat bo'lib qoldi deb qaradim. Bu naqshiningki muzikasini bizning yaxshi kompozitor inimiz, qarindishimiz Erkin Ablah ishlagan. Mushu navbatida Erkinga bir rahmatimiz bor. Mushu Osmo to'g'risida gap qilib boqamsiz. Ma'qul Muxtar aka. Bu Osm degan naqshni birinchi qo'lga olgan vaqtimda Osm degan shu mavzular meni bek o'ziga jalb qilgan. Uning ustiga bunda Osm degan naqsh vaqtida aytilib boqmagan bo'lg'achqa. Andan keyin buning ikkinchi javob meni hayron qoldirgan yeri buning ahangi, bu naqshning ahangi. Boshqa naqshlar faqatla o'xshamaydi. Nihoyatda bir xil alaylik bor bu naqshida. Aytilish jihati bo'lsin, mush ahangning qurashtirilish jihati bo'lsin, nihoyat bir yangilik bir naqshdi. Shuni buni aytgan vaqtimda men buni ayta olamanmi degandim. Bu naqsh bek tas naqshi bilingan shu vaqtda menga. Xeyli bir salmoq bo'lardi. Men yozgan vaqtim menga tasga ko'ringan. Nima qilasiz? Chachmi she'r bu. Chachmi she'rga yaxshi ijro bo'ldi, yaxshi ishlandi. Shunga bu naqsh yaxshi bo'lganligi uchun yaxshi insonlar yaxshi angladi. Endi men sizdan bir savol so'rasam, siz usulni o'qigan shundaqmi? To'g'ri aka. Keyin naqshi bilan shug'ullandingiz. Usul bilan naqshidan birini tanla deb qolsa, qaysini tanlaysiz? Men endi mushikisini aralamasman aka. Endi deb desangiz, men usulni tajribada o'qidim. Usul ijodiyat o'qigan. Sizga o'xshash ijodiyatchiga nisbatan men bir usulga nisbatan bir xil badnimdan chiqadigan bir kuchgan buchu ijodiyat degan. Shunlashqa bu usul payada jim turamayman. Naqshamni usulim orqali qilib olsam, texim yaxshi bo'ldi. Ikkisi bir gavdaga aylangandan keyin bu ikkisi bir-birini aralamaydi deb o'ylayman. Usul bir qanıtım, naqshi bir qanıtım. Men bir qanatli qush ulab qilishni xohlamayman demoqchi bo'l siz a? Bunkanimi naqshda o'qigan. Shuning ikkilisini bitirib chiqqandan keyin men cho'qim ikkisining bitirib chiqqan tushliq ega bo'lishim kerak deb o'ylayman. Peyz gap bo'ldi. Do'stlar, Abdumrayillik Xalq uchun doktorxonasi bizga shunda eskartdi. Xonim qizlarimizninki o'smidek yaxshi zinnatni o'ziga qabul qilishini, sun'iy zinnatlardan yiroq turishini umid qiladi. To'g'ri. Rahmat sizlarga. Rahmat akasi.
hörmətli ustozlar, ekran aldıqki barlıq tamaşbin dostlar. Mən Zulhayat İsmail'dən həmmalağa çiraylıq salam. Rahmet Zulayat. Nakşa bunda hareketlik, usulluq özgü mas kelgen billi bolsa texim yaxshi bo'ldi ekan. Mana men umrimda harakat qilolmayman seni. Birisi matematikadan qo'rqaman, ikkinchisi usuldan qo'rqaman. Menda bolsa texim yaxshi bo'ldi ekanda. Aygul qanday deysiz sen? Albatta, Zulhayat'nınki her qıtım sahnede özünün şu latafetini, intayin güzel halatını körüş bilen birge şundaq naz kereşme usullarını mı körüvatımız? Naqşını mı şundaq yaxşı usul bilen maslaştırıp, birleştirip, şunda çıraylık eğitip, anadaki bizge şundaq bir güzel tuygunu berip, her qıtımlık aşı sahnede bek çıraylık kiyinip, şundaq yaxşı bir qiyafet bilen bizge şu kiyim keçek güzelliki, usul güzelliki, naqşı güzelliki, qızlardaki bir umum cəhətdən etqanda həmmimiz intiladigan bir güzel halatını çıqırvatsız. Ben şunçilik xoş bo'lib ketdim. Hem ilqi o'g'allardagi cesurluq, merdanlık bilen qızlardagi naz kereşme, nazıklıq sizde ifadelendi. Ben şunda xoş bo'lib ketdim. Rahmet, sanatınız texmi katta bolsun, ziyoda bolsun. Rahmet. Yana davamlıq nakşlarınızı anlattıraylik. Maqul ustozlar, kaçmag'aysizlar. Rahmat sizlarga.